Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi tarmoqlarining barqaror rivojlanishi, xususan g'alla yetishtirishda samaradorlikni oshirish ustuvor ahamiyatga ega bo'lib, g'allachilikni rivojlantirishga, g'alladan yuqori hosil olishga alohida e'tibor qaratiladi. G'alla xalqimizning asosiy rizq ro'zi, dehqonning mashaqqatli mehnati evaziga yetishtiriladigan asosiy oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, uni o'z vaqtida va yo'qotishlarsiz yig'ib olish katta ahamiyat kasb etadi. Amudaryo tumanida 2025-yilgi g'alla hosilini nest nobud qilmasdan yig'ib olish masalalarga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tuman hokimi Sobir Xo'jametov, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimi Zafar Marqayev, Agroinspeksiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Arslan Yusupov, boshqarmaning texnika holati bo'limi boshlig'i Azat Aytjanov, tumandagi qishloq xo'jalik soha mas'ullari va fermerlar ishtirok etdilar. Seminarda so'zga chiqqanlar g'allani yig'ib olishda ustuvor ahamiyatga ega vazifalar xususida to'xtaldilar. G'alla o'rim yig'imi puxta rejalashtirilishi lozimligi, hosil to'liq yetilgach, kombaynlar va texnikalar ishga tushirilishi, o'rim yig'imda kechiktirilgan har bir kun hosilning kamayishiga olib kelishi mumkinligi xususida so'z yuritildi. Shuningdek, yengil texnikalar va zamonaviy kombaynlardan foydalanish orqali g'allaning yerga to'kilishini, boshoqlarda qolib ketishining oldini olish mumkinligi, bunda texnikalarning sozlik holati muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, tumanda joriy yilgi g'alla hosilini nest nobud qilmasdan yig'ib olish maqsadida 18 ta kombaynlar jalb qilingan bo'lib, shundan 5 tasi urug'lik g'alla hosilini yig'ib olishga safarbar qilingan. Seminar mobaynida tuman ichki ishlar bo'limi bilan hamkorlikda texnikalarning yig'im-terimga tayyorgarligi, sozlik holati sinovdan o'tkazildi hamda sertifikatlar berildi. G'alla hosilini nest nobud qilmasdan yig'ib olishda kombaynlarning sozlik holati muhim ahamiyatga ega. Soz bo'lmagan kombaynlar g'alla hosili bir qismining maydalanishiga, yerga to'kilishiga yoki noto'g'ri ajratilishiga olib keladi. Bu esa umumiy hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Texnik jihatdan soz kombaynlar qisqa vaqt ichida katta maydonni yig'ib olish imkonini beradi. Bu esa vaqtni va mehnat resurslarini tejaydi va yoqilg'i sarfi kamayadi. Soz bo'lmagan holatda ishlatilgan texnika esa tez buziladi va ta'mirlash xarajatlari ko'payadi. Ta'kidlash joizki, g'alla hosilini nobud qilmasdan yig'ib olish dehqon mehnatini qadrlash, milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash demakdir. Bu jarayonda har bir mutasaddi, mexanizator, fermer va agronom o'z mas'uliyatini chuqur anglab, ishga sidqidildan yondashsa, yurtimiz omborlari to'la, dasturxonlarimiz mo'l-ko'l bo'ladi.